Abdulxon G'ayratxon. Pazarxon Temurxo'ja qishlog'idan Sardor polvon. Nima talab qilyapti? Pazarxon tuman Xonchari qishlog'idan Hamid polvon. Mana shu 92-yilda tug'ilgan, Novruz qilayotgan yigitlarning hisobidan boshlanishiga bir sarka 800 ming so'm zoti bor polvonlar. Ana shu yerga olishasizlar polvonlar. O'yinlarga qarab yana qo'shib ketaveramiz. Turashinglar. Kim bor hadi qarang bularga. Shuncha bering. Bir yonbosh tushgandan keyin birov chiqib ketmasin, men yiqitdim deb. İkkovini ham kursga qo'ying, bakovul bu. İkkovim rozimi? Olishtiring. Norozichilik bo'lmasinki, sen o'tib aytding, men o'tib aytdim. Kelishilmay qoldi. Kurashadi polvonlar. Bundan keyingi polvonlar, Oybek polvon, Ro'ziboy polvon tayyorlanib turibsizlar. Polvonlar. Hoppa! Bitta qarshi bo'lsa, qarasa Sardor polvonga. Halol polvonniki. Halol Sardor polvonniki. Bir sarka 500 ming so'm zotini olib bering. Og'ir kuch qo'li. Yeginamdan kunimiz jonim ot bo'lmayapti. Yo'q, yaxshimisan? Birdan tizza qo'yib olyapti. Chiqib qo'ying, chiqib ol. Bo'ladi. Oh. Oybek polvon keling. Mana shu qizlarda ham tovoq borda, katta qizlarga deyapti. Kelinglar qani ikkovi kelib kelirdan ikkovi. Ikkovini olishtiramiz. Bo'ladi, ikkovini olishtiramiz. Kel. Bor, qizlarga ham katta tovoq bor deyapti mana shu Novruzchilar. Tez ikkovini kelib kel. Har nechtasi olishib chiqdi. Ikkinchi pakani ham qo'ying. Kel, Muhammad polvon. Kel qani. Hamma tovoqdan zot qo'ygani yiqitdi degani emasku. Omadlangan kel. Bo'ldi, olishtiramiz. Hamid polvon bosma. Hamid polvon to'xtadan keyin bosma. Yonbosh tushda sirib halol qilyapsan, bosma. Bosma o'tib, bosma. Ana shu ichida o'rtagonda spor bo'ladi, bakol bor. O'rtagon. Davrani o'mirchagidan sidirib kelsa, hech bo'lmasa sentrga kelib halol bo'ladi-da, azburchaga chiqib ketadi. Burchakka. Kurashtiring. Resmol olishdi o'g'lim. O'tir. Yana bitta olishmiz, hali yana bitta olishmagan odam ham bitta insof, hamma bir qo'lga berish kerak. Oy. Bo'ldi, ikkinchi faraz qani. Bir kishi olishmaydi kurashda, ikki kishi olishadi. Ikkinchisi qani. To'g'ri. Ko'ra, aka, shug'uldagan o'tiribdi aka. 78 odam qolmandingiz. Mana sherib kelib chiqib o'tiribdi. Siz hali formada, paradkada. Formani kiyibdingiz. Bir qozonni vepsikda
Nima bo'ldi, Umid aka? Nima bo'ldi? Yo'qmi? Kurashadi. Mehmon, Xudo yana bir saqladi. Boshim. Kiring. Kiring, mehmon, kiring. Hayrat qil. 121 so'mga o'yinda o'ta xabar qilasan. Ey, yo'q, gapirib ketdi. Jiguli o'ttiringizda mashinalarni. 121 Jiguli. Qoch bana. Kim bo'shadi? Akalar. O'rtada bo'shaganlar, ke. Pazarxonda Ibrohim bo'lon. Buni talab qilyapti. Mirobod tumanidan qo'yib qo'ying. Mana shu 92-yillarda varischilarning hisobidan bir qo'chqor 50 dollar zoti bor. Mana shu kurashda. Mana shu kurashtiring bo'lonlar. 732 Nexia oberingizda mashinalar. 732. Mana ko'ring bu. Mahalliy polvonlardan. Qodir polvon. O'zimiz yana mahalliy polvonlardan, katta polvon ikkalasi ham. Sobir polvon. Ular zoti sirli zot. Hali yana bor. Qiziqtirsa qo'shadi. Qiziqtirsa qo'shadi 78lar. Mana ke. Kurash. Davay. Oy, bo'ldi, kurashamiz. Katta polvonlar ikkalasi ham katta polvon. Bularni oldi polvonlar. Ha. Ha, Jurov aka. Zohid aka. 78lar. Yo'lam. Katta polvonlar. Bir-birlarini hurmat qilib kurashamiz. Zohid aka. Ana ular o'zi. Sobir aka, kel, aylanib. Sobir aka. Ha, kelgin. Yanımda hozir. Nesh kerakmi? Kelgin aka. Hayga, Ulg'or. 78-yillarga Sharaf bilan jo'raymidi? Jo'rasidan 20 mingdan 40 ming so'm bayazi ustiga. Qo'pollaşmayacak balonlar. O'zim bilaman. Kurashtiring balonlar, kurashtiring. Kurashtiring balonlar. Yetmiş sekkizlere uç qilyapti, Ulg'or, mang. Ulg'om jo'rasidan yana 20 ming. 78'lerga 79'lardan mı? Mana 79 ikalardan yana 20 ming so'm. Buni hisobini ol. Chekkada kimdir hisobini olib o'tiribdi, uni javob berishingiz ham bor. Yiqitmay turingizlar, ey. Buyurun. Молодец. Yo'q. To'xtadan keyin harakat baholanmaydi. Kurashadi. 78'lerden Anvar Jo'rasidan Ulg'or, mang, yana 30 ming so'm. Shum million bo'ladi hali. Mana tog'asidan 20 ming so'm.
O'zi ham joyiga tovib olishtiryapsiz Buni bular. ikkasidan ham 20 ming. Ukasidan yana 20 ming so'm. Hisobini ayting, uni itogasini ayting. Faqat 20-30 mana 50 ga chiqdi bu yastoqqa. Beshakadan jo'rlariga 50 ming mana. Qo'shilganlarda o'zi 250 ming bo'libdi. Boyagi surpriz tavoq bor ustiga. Novruzchilar hisobidan. Ho, afgan. Rahmatın Jo'rasidan yana 20 ming. Ramiz Jo'rasidan ekan. Ha aka. Bu palvonni muxlis ko'p ekanda suvlar berib yapti. Mana 50. Doktor Hojibodan yana 50 ming so'm shu ikkala palvonga. 300 dan oshdi-yu. Oshdi. Novruzchilar nomidan boyagi surpriz bilan milliondan oshib ketdi bu. Hayrat qilingizlar. Bor polvonlar, shoshmanglar, hali bor. Sotib olamiz o'zimiz. Bırak. Ha. G'ofur Jo'rasidan 40 ming so'm. Sayfi G'ofur Jo'ralarda 20 mingdan 40 ming so'm joyi. Sobir aka sizmi? Bachanlik hisobidan 50 ming so'm mana. Itagani ayting, itagani hisoblab o'tirganlar bor haq orasida. Ikkomiz qo'yib chiqa. Kenglar qan qizlar baqa. Kenglar baqa. Poyez zapravka qilinglar. Mayli poyez. Mayli poyez. Kim bo'sh kim dedi. Yetmiş sekkizlerge Aktam akadan 10 ming so'm mang. 380 ming so'm bo'ldi. Hali to'g'rilaydi hozir reis mana. Aptim beqabdim. Mana Sulton akasidan mang, Ulg'ar. 20 ming, 400 ming so'm bo'ldi. Ana olib kelganlar, u yerda ham bor ekan. Ramazon palvonning qizi shunday Elnora palvon bunga talab qilyapti. Nargiza palvon. Mana shu Novruzchilarning hisobidan 1 gilam 200 ming so'm sotib mana shu o'rtaga olishtiring palvonga. O'tinglar. Takrorashinglar qani ekan. Yaxshi o'yin ko'rsatsa keyin yana qo'shamiz. Kurashtiring. Hey, 90'lar bilan 91'lar. Kenglar uni hozir zotlang boshqa birovga qo'yib beraman lekin. Hikoyam yo'q ekan. Bitta vakil kenglar hech bo'lmasa. Necha yil? Nexga. 91 past ko'rsating, ha, 91 degan yetmaydi bu. Mana. Hazilda bu. Shuni Novruzchilar oldi biroz zotni beradi. Katta anoga o'dastirmada gap bu. Shuni olib boring. Boshingdan 90'lar sizmi? Mana. Amallarlang nima qilsangiz. Ro'zibay palvon ke. Ro'zibay palvonni baraske. Javohir palvon ke. Moskva kolxozmidi?
Ha vakolma, mana qizlar to'xtating mana. Aktam akasidan 10 ming so'm qizlarga. 78lardan keyin navbat qizlarga keldi endi. Bilanga yetkazasiz endi bir bola qilib. Aktam akasidan 10 ming so'm. 81-yilda tug'ilgan Aktam akasidan ekan. Bir qo'chqor $100. Bormi kurashadigan? Muhammad Polvonga bormi G'ojrobod? Jalol Surashnidan ketib qolibdi. Ha. Bormi? Yo'qmi? Muhammad Polvon o'tirib turing. Tovoqlar qaysi necha bo'lsa Muhammad Polvon? 100dan ziyod. Birinchi da'vogarsiz shularga. O'tirib turing damda. Bugun 92lar beraman degan. Necha qildirib olib ketmaydi, beradi hammasini. Ketdi. Hadi balonlar, ha, Ro'ziboy bola, g'ayrat qiling. Surma ustiga surma. Yo'q. Qo'yaveryapti, Yo'q. Harakat qilaman. Ke qani senga bitta talabgor chiqadi ke. Alqo. Mehmonni endi suyadik-da uka, viloyatga kelyapti. Shetib endi bo'layardik senikin. Ke qani? Kim var mana Sholxon Polvon kurashadigan? Ha? Ke. Kim qani? Qaydan Polvon? Surxondaryo qayerdan? Yo'lami? Qiziriq. Kim mana ikkalaga o'zim qaray, kim bo'sh mana o'sha bor ekan, kim yo'qa. 500 ming so'm mana shunday o'rischilardi hisobida. Kim? Qarang. Surxondaryo Qiziriqdan kim edi ismingiz? Dilmurod Polvon. Unga talab qilyapti mahalliy Pazarg'om tumanidan Ilhom Polvon. Kurashtiring, 500 ming so'm zoti. Davraning ikkinchi tavog'i Mirqosim Polvon, Pazarg'om Temurxo'ja, Ishtixon Azamat Polvon. Davraning bosh super tavog'i unga talab qilyapti Nurobod qishlog'idan Og'abek Polvon. Tayyor bo'lib turasizlar polvonlar. Razminkani qilib tayyor bo'lib turingizlar. Ha, Hamid Polvon nima bo'ldi? Zotini berursinmi? Ha? Ha. Shohroq yaqinroq turing ularga. Bildirmay siz bilan menga ko'rsatmay oyoqdan ham chalayapsiz. Yaqinroq bo'ling. Keling mehmon Polvon. Kurashtiring, Polvon. G'ayrat qiling.
Kurashinglar palvonlar, g'ayrat qilinglar. Nima bo'ldi? Og'abek falon qani senga muxlis ko'p ekan. Kiyinibga qiziriqlik falon olishadi. Biladi Surxondaryoda qonun qoida qandayligini. 3 tagacha olishadi majburiy. Kiyinibga. Qiziriqlik falon zotni oldingizmi? Bo'ldi. Mana ekan. Mana o'tirib turing. Bitta ligotangiz bor, ikkinchisiga az Og'abek falon bilan olishasiz. O'tiring. Nima bo'ldi falonlar? Kurashasiz, Ro'zimay falon, Javohir falon. G'ayrat qilingizlar, kurash. Bulmurat akan nomidanmidi? Ha? Tolib akan nomidan. Qiziriqlik falon Surxondaryo Qiziriq tumanidan falon Ilhom falonni yiqitdi. Unga siqib mahalliy falonlardan Og'abek falon talab qilyapti. Mana shu ikkala falonga Tolib akan nomidan boshlanishiga 400 ming so'm. Kurashtiring. Qarang mana shu yerga. Kurashtiring falon. To'g'rilar aylantirmang, olishtiring. Abi shakacha borar. Shakara. Shakara. Hadeyn Og'abek. Tovoq olishayotgan palonlar bir narsani eshit. Necha qilaman deb xayolingdan chiqar. Qachonki ikkala palon ham qichoqqa rozi bo'lsang, qichoqlashtiraman. Bo'lmasam hali kim botguncha 4 soat vaqt bor. Kim botguncha ham olishasan, 92 bipsliklar aytyapti. Aka, bizlar zotni qo'yapmizmi? Yiqitib halollab olib ketsin deyapti. Tushunarlimi? Yiqitishga faqat zot bor. Ana shunga qarab g'ayrat qilib, yiqitishga harakat qilib kurashinglar. Nima bo'ldi? Halolmi? Hay, tegmabdimi? Tegan joyga tegan. Yaxshilab qarang-da siz ana shu jasni. Ya, Og'abek endi bosing endi shu qoniga. Ko'zingni mushtlay oching. mana asal o'g'lar jaka. Shitakan. Qayta orqaga keldik. Bo'lib. Hey, oldida palon. Qaytinglarsan. Sal hurmat qil o'zingni. Ha, sirlar qaroqqa. Voy, o'rtaga. So'rlinglar, ey. Bir-birlarini hurmat qilinglar, ey. Voy, chiroyli bo'lsin, deydi. Ha, joningdan. Ashunda. Kurashadi, ana shu Surxondaryolik palon bilan mahalliy. Hayda Og'abek endi. Bitta qarsak bo'lsin. Ibrohim palon, Oybek palon, g'ayrat qilingizlar. Kurashadi palonlar. Turib olishingizlar. Qora Og'abek. Og'abek, muxlislar juda ko'p seni. Qo'y burma endi. Bo'laman kelayotgan. Mahalliymi bu ham? Ha?
Bo'ladi ana shu. Bo'ladi. Ko'rishing. Keyin e'lon qilamiz palon. Alaykum salom. Keyin palon. Mahalliylar ligatasi bor hamshayim. Shunday. To'xta, Og'abek bilan qiziriqlik polvon. Va Bako'l, Sitdagi Bako'l, mang. 400 mingmidi? Qayrag'ach adash kadastr nomidan yana 100 ming so'm, 500 ming so'm polvonlar. Qarang Og'abek. Kurashtiring. Bitim mehnat. Temurxo'ja, Ilich sentara bo'lib turibdi. Shohruh zapravka qildiring ikkalasini. Poysan chiqartiring qan tepaga. Poyz tashlasa bir nima qilamiz keyin. Hamid polvon, Sardor polvon, g'ayrat qilinglar. Ro'ziboy polvon, Javohir polvon. G'ayrat qilamiz polvonlar. G'ayrat qilinglar. Bir Qosim polvon bilan Azamat polvon tayyorgarlik ko'ringlar. Bitta para hal bo'lgandan Qara, berma Og'abek, berma. Chaqiryapsiz-da, so'ydim. Shohrux polvon nima deyapti ikkalasi? Gurin qilaversa menga qarang. Bugun siz gapirasiz. Sizniki nima bo'lsa o'ta. Ikkoyim qichoq rozimi? Qichoqlatamiz. Og'abek polvon bilan Mehmon polvonga 500 ming so'm o'tizot, 400 ming so'm Tolbaga nomidan 100 ming so'm yakka qayrag'ach adash kadastr nomidan 100 ming so'm 92 lar nomidan 100 ming so'm Asqar polvon nomidan 700 ming so'm Og'abek polvonning buvasi nomidan 50 ming so'm 750 ming so'm. Qarang Og'abek, qara. Qarang Og'abek endi. Shu ikkala polvon zo'r kurashyapti. Biroz bo'lar nasib bo'lsa. Shashma. Oxirgi chiqilmi? Aytdingizmi o'zlariga? G'ayrat qildim. Uch qo'lda hal qilmasa olib kelasiz bu yoqqa. G'ayrat qilinglar, g'ayrat qil polvonlar. Nima deyapti Ulg'ar polvon? Zoir, ana u. Ro'ziboy polvon bilan Javohir polvon kurashtiring. Qara Og'abek. G'ayrat qilinglar. Hurmatli kurash muxlislari, hurmatli mana shu xalq. Mana shu oramizda bir o'g'il farzand talab akamiz mana shu davraga bir katta qo'chqor ihson qilgan Hamza akamiz. Akamiz aytayapti, Xudoyim taolo menga mana shu bir qo'chqorda o'g'il bersa, men ham elga deyapti, mana shunday katta kurashlar qilib berish niyatimiz bor deydi. Bir qo'l ochib duo qilaylik shu akamizga. Xudoyim taolo o'z karamidan mana shu akamizga ham solih bir o'g'il farzand bersin. Akamiz elga dasturxon yozib mana shunday katta kurashlar qilsin. Barcha kurashchilar va kurash muxlislari shu kurashga borib qatnashish nasib ro'z aylasin. Amin. Allohu akbar. Ko'pni duosi ko'l bo'ladi-da. Og'abek polvonlarga yana
Ma'rifni nomidan 50 ming so'm, mang. O'rtakash bakovli. 800 ming so'm bo'ldi. Ağa bir qarayını. Mahalliy palon qani boyaga? Keling. O'tib turing mana ga. Shohruh palon nechi qo'li ketdi ularni? Oxirgi qo'limi olib kelasiz bakondan keyin. Og'abek falonlarga Sardor akasidan yana 100 ming mang. 900 ming so'm bo'ldimi? Qarayın ağa bege indi. 1 million bo'ladi. Qayna amalingda. Kurashtiring balonlarni. Ağabek palvon o'zimiz mahalliy palvonlardan. Kurashtiring, kurashtiring. Nima bo'lyapti? Shuna. Ben qo'li pastdagi bilan to'rt tur ol, ishlava. 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 Bo'ldi, ishlava, hali men kirash degani yo'q. Ishlava ro'za, bir qo'li ishlava. Sal javohir bilan yurganda qilib. Ishla, ro'za ishla. Bitta qo'lni qo'y, bitta qo'lni qo'y. Ikkoving ham pastdagi o'ng qo'lni tiq birinchi bo'ldi. Pastdagi o'ng qo'lni, ha. Hey. Hozir ikkoving ham adresinga yaxshi bir ikkita gap aytaman-da, lekin. Seriyozmi? Bugun kurashyapsan bu yoq. Ishla. Ishla. Voh! Tayyormi? Kurash. Halol, tegdi-ku, halol, tegdi-ku. Hadingizlar, Oladiz. Hadingizlar palonlar. Halol Ro'ziboy palonniki. Turozib qo'ying palon. Palon hurmat qiling palon, turozib qo'ying. Javohir palon. Ağabek Ro'ziboy palonniki. Ro'ziboy palon zotini ber. Nima bo'ldi Og'abek palon deb? Qiziriqlik palon, naraschilik yo'qmi? Halolmi? Halol Og'abek palon deb zotini bering. Naqasin palon kebaqa. Molodis ağabek. Ha. Oqlangini. Bo'ldi hozir. Tovoqni olishtiramiz seni. Azamat palon. Davraning ikkinchi tovog'i 92-yil yigitlarning hisobidan bir hukka 500 ming so'm zoti bor. Bektosh aka, Ha. Og'abeklarga 400 ming aytib bu bo'lgan. Berdik-ku, bakovulda meni kistimda emas lekin. Shayga berildi emas. Temni hojadan Mirqosim polvon. Bir ho'kiz 500 ming so'm bor. Bunaqa keling polvon. Sog'lik. Yaxshi bo'lsa. Yaxshimisan? Alingizmi charchamlar. Habib palvon bilan Sardor palvonda ikkovi kishi teng keldi. Ikkalasini rozi qilasizlar, ey, davrischilar. Rozi qilingiz o'g'ay ikkalasini. Davrani buzmangizlar, ey, oxirida. Hozir. Kel, Sardor, kel. Hamid, o't. O't. Hey, davraning bosh tovog'i, Og'abek palon bilan Jonibek palon keyinib kelasizlar. Mahalliy palonlardan Temirxo'jadan Jo'rabek palon. Shu yerdan mehnatdan mahalliy palon Elbek palon. Boshlanishiga ulg'or. 300 ming so'm zoti bor ikkalasini ish to'riga o'tgan. Temirxo'ja mehnat palonlar. Mana ikkala palon kuch teng keldi, bular rozi qilingizlar. Yarim soat olishdingiz, ke. Ke, Oybek, ke bu yoqqa. Men aka boshida aytdim. Ikkalang ham rozi bo'lsang, qichoq aylar. Ro'ziboy bilan Javohir rozi bo'ldi, qichoqlashtirdik. Ikkalang ham rozi bo'lsang qichoqqa?
Pichoqqa ikkovga ham rozi bo'lsang, Ro'ziboy bilan Javohirdek qilib pichoqlashtiraman. To'g'risi. Oboring ikkovini. Mahalladoshlar, iltimos mana shu to'yni buzmaylik-da, bir chiroyli bir o'zlaring bir tartib keltirib, davradan chiqib turinglar, davrada yo'q odamlar. Iltimos. Kel baqa, Oybek, kel. Ibrohim baqa, bo'ldi. Sizlarni eshitib endi qorong qilmaymiz. Kel baqa. Uka, hech kimga baqa zot kerak emas. Hech kim kuni o'tmay qolgandan keyin yo'q. Tushundingmi? Seni davra hurmat qilib beryaptimi? Seni mana kimono kiyib olishgan uchun, talanting uchun beryapti. Seni ko'chada ishlab kelib bergan yo'q, u gapni gapirmang menga. Tushunarli bo'lsa, uka hurmating qilib rozi qilyaptimi? O'tmanaqa. Boshqa bilan olishasan bo'lmasa nima qilasan? Biroq quchoqlashaman desam, biroq quchoqlashmayman desam. Olsang ertalab kecha yurasan, bor olishaver. Bor. So'zi zo'r emas. Sizlar emas. 3 qo'l qo'ying. Yiqitsa yiqitdi, yiqitmasa shuni olib kelasiz, ikkovini ham rozi qiladi. To'g'risichilar. Nima bo'lyapti? Mirqosim polvon bilan Azamat polvon ekan. Ketdi. So'zdan o'qiydi. Kurashadi polvonlar. Kurashadi. Ne oldu orada? Mirqosim polvon bilan Azamat polvonga, Mirqosim polvonda akasi Nodir akasida Sal qoldi-da. shu polvonlarga Tetbon, makambon. bir ho'kiz 540 ming so'm zoti bor. Hurmatli davra qatnashchilari, mana shu Chingiz ukamiz yaqinda mana shu Qoraqalpog'istonda bo'ladigan musobaqaga ketadi-da, respublika bosqichiga chiqqan. Mana shu yigitga bir yaxshi qo'l ochib duo qilaylik. Mana shu viloyatimiz sha'nini, qolaversa mana shu Pazdarg'om tuman sha'nini himoya qilib, mana shu elga, yurtga yorug' yuz bilan qaytib kelsin. Polvon niyat qilib, mana kurashga zot aytayapti, zot yozdiryapti bu yillariga. Amin. Mana shu polvonni ham Xudo omadini berib, yurtga, elga yorug' yuz bilan chempion bo'lib qaytsin. Senga omad uka. İşlerin barardan gitsin. Amin. Allahu Ekber. Kemanası yırtıldı. Kela. Davranın super tavağı. Canibek falan, Ağabek falan. Tayarlanıp kelasizler falanlar. Hürmet gibi alışınızlar balonlar. Gittiydi mi? Uyup alınızlar. Nima bo'ldi Shahrux? Key kelingim bakayım. Yana chiqollik o'taverdik. Endi bo'lmadi kenglar. Kenglar. Oybek kel. O'tibdi jasrat o'tibdi. Kel Ibrohim. Balonlar kuchi teng keldi. Balonlar rozi qilingizlar. Konuşlar. Hayır konuşlar. Sen mehmanlarına. Konuşlar ben. Konuş. Konuş. Butayı bulmasa butayı geyiftasına bulurlar. Davranın süper tavağı. Canibek falan bilen Ağabek falan. Gelamiz. Gelin. Ağabek falan gel. Mana. To'sanishlar. Boya bir aytildi. Aslında bu yıl xuddi shunday katta kurash bo'ladi. Hammalaringizni taklif qilamiz. Eshitganlar, eshitmaganlar. Kelingizlar. Ha, ariqda Ot, tuya, nasib bo'lsa hamma narsa bo'ladi. olishadi. Taraf
Yana nimalar? Uzoqda ko'rib o'tirganlarga hammasiga salom. Shu o'rtada jo'ralarimiz ham bor. Shularga hammalarga salom. Mehnat qishlog'ining Nasib bu yilga yetkazinglar hammalar. Bu yilgi nasib bo'lsa yo jintira yo Nasib inshaalloh bu ham. Kelasi yil avtomobilimizdan hozirdan. hozir ham yomon emas. Hozirning xudoshi mana yaxshi. Salkam bo'lmasa bir to'y kurashni zotini aytyapti. Qolgan mehmonlarimiz ham ravona qilamiz. Mana shu bu narsa nima? Buni aytmoqchi bo'lgan sababim aslida To'sonishlar yoradi, ha? Nasib bo'lsa bu yil, ha baha? mana shu yerda bir-biriga ishonch mana shu o'zimizning Hammaga omad. kurashga mana shu xalqda befarq insonlar yo'q. Hammasi shunga qandaydir qiziqishi bor. Mana shu milliy sport turimiz kurashning rivojlanishiga ozmi ko'pmi o'z hissasini qo'shyapti yigitlar. Mana shu 92-yil yigitlarga ham bitta qarsak bo'lsin. Mana shu davrani tashkil qilgani uchun shu kurashda Navro'zda shuncha xalqni yig'ib, olomonni yig'ib, dasturxon yozib tomosha bergani uchun. Ana shu yigitlarning hisobidan kurash davrasining super tavog'i 92-yil yigitlarning nomidan bitta avtomobili bor. Pazdarxon Chandirlardan Jonibek polvon bunga talab qilyapti. Mirobod tumani eski qishlog'idan Og'abek polvon. O'rtaga olishasizlar polvonlar, ko'rishingizlar. Boshidan aytay polvonlar, bitta narsani Super tovoqqa olishyapti avtomobilga. Ikkalagi ham qichoqqa rozi bo'lsang qichoqlashtiraman. Bo'lmasam odamni ko'rmay qolguncha olishasan. Bo'ladimi xalq? Kurash muxlislari. Bitta qarsak bo'lsa ikkala polvonga. Sen ikkalanga bakol kerak emas. Mana shuncha qora ko'zlarga bakol. O'rtaga olishadi polvonlar. Kurashinglar. Blogerlar o'tirib olamiz, blogerlar. O'tirib olingizlar. Nima bo'ldi? Ilg'or falon. Qaysi falondiki? Temur xo'jalik, Jo'rabek falondiki halol. Zotini bering. Hayrat qilingizlar, falonlar. Avtomobilga olishyapti. Shohruh 92 lar zotini oldingiz-ku, keyin endi mana. Kurashadi polvonlar, kurashadi. Ularga qarang. Asqar polvon, keyin qani degan? Rajab Shuhrat akadan Shohruh, bak, Jonibek polvon bilan Og'abek polvonga bir avtomobil usti 100 ming so'm benzin puli ham keldi mana. Jonibek polvon bilan Og'abek polvonga 81-yil Aktamakadan Shohruhga 50 ming. Bir avtomobil 150 ming so'm zoti bor. Jonibek polvon bilan Og'abek polvonga kimning hisobidan? Aktam aka hisobidan yana 20 ming so'm, 170 ming so'm bitta avtomobili bor. Og'abek polvon bilan Jonibek polvonga 92-yil bepisliklar hisobidan bitta avtomobil, muxlislarning hisobidan 170 ming so'm zoti bor. 92 yil aytyapti, hali mashinaga gaz qo'yilmagan, benzinda deyapti. 20 ta benzinda puli ham bor. Manzilgacha yetasizlar polvonlar, g'ayrat qilinglar. Asqar polvonga
Bormi mana shu Asqar polonga? 270 ming. Norischilardan 30 ming so'm, 300 ming so'm bitta avtomobili bor. Kamkatigini bugun norischilar to'ldirib ketaveradi. Bormi mana Asqar polonga? Olishmay qolganlar, ke. Qani? Hamid polon. Ke. Bo'ladi, Hamid ham norozi bo'lmasin. Ke. Bo'ladi, kelib kel. Bang, ilg'or. Blogerlar aylanib turamizlar. Blogerlar aylanib turingizlar balonlar. O'taga zapravka qildiring balonlar. Shohruh balonlar zapravka qildiring. Hayrat qilsin balonlar. Mana o Jonibek polon bilan Og'abek polonga ochil domladan yana 50 ming so'm. Mana Shohruh. 250 ming so'm bitta avtomobili bor. Mana. Norischilar. Men adashib qolyapman yoqqa-yoqqa. Bunday aralab turinglar bir ikkitalang. Ancha odam bor pul qo'shaman degan. Har tarafdan chaqirib odam chalg'ityapti. Milyonga vardimi bitaga? Zafar akasidan yana 40 ming so'm. Mirqosim polon bilan Ishtixonlik Azamat polonga. Hamid polon keling. Kurashtiring, mana shu kurashtiring, bo'ladi. Hamid polon keling. Ko'k yaktakda Samarqand viloyat Urgut tumanidan Asqar polon. Bunga talab qilyapti Samarqand viloyat Pazarg'om tumanidan Hamid polon. Ana shu 92-yil veb-saytlar hisobidan boshlanishiga bitta qo'chqori bor. Ko'rish polon. Kurashtiring ilg'or polon joyga. Nima bo'ldi? Kurashtiring Shohruh. Kun kech bo'lyapti, aylantirmang polvonlar. O'rtaga polvonlar. Qo'shrobotdan Muhammad polvon ham bor edi, davoya bitta keldi Muhammad. Hal kechib keldi shu polvon. Bormi shu polvonga talabgar?
Kenglar ey palvonlar. Kel. Olishganga zot bor, kenglar. Yaxshi zot qo'yaman. Palvonlar. Kenglar. Bormi Muhammad palvonga? Kurashadigan bormi? Ibrohim balon qani? Qovoqqa bo'ldikda uka seni, kel. Ibrohim balon. Ibrohim balon. Ibrohim balon. Olishmaysanmi? Olishmaysanmi? Bo'ladi. Keyinki balon. Keyinki Muhammad balon. Xalq so'ragani uchun chaqirdim Ibrohim. Men qayerga? Şu ikki kishi kelgandan keyin siz nar tarafga o'tsangizmi bir kishi? Ha? Bo'laman? Bunday o'ting bo'lmasam sizga liga to'g'ri. Ikki kishidan ko'ra bir kishi. Hayrat qilinglar balonlar. Shohruh, ana shu bosh tovoq Og'abek palon bilan Jonibek palonga Surxondaryolik mehmon elektrik Fazliddin akadan 100 ming so'm. Kurashtiring balonlar. Hayrat qilinglar. Kurashinglar palvonlar ey. Kurash. Hayrat qilinglar. Muhammad palvonga talab qilgan palvon ke. Kim boş? Bakallar, boş bakallar kelinglar baqa. To'xtamasiga tarqi. Samarqand viloyat Qo'shrabot tumanidan Muhammad Ali palvon. Bundan oldingi viloyat hokimimiz Erkinjon Turdimov 2019-yilda Samarqand viloyatida mashina qo'yib ishlavizga kurash musobaqasi o'tkazganda 90 kilogramm vaznda Spark avtomobilini sohibi bo'lgan mana shu palvon. Bitta qarsak bo'lsin shu palvonga. Bunga talab qilyapti UFC hisobidan boshlanishiga $50 zoti bor. Shu bir chekka borasiz. Ko'rishinglar palvonlar. Hayrat qilasizlar, yaxshi tomosha ko'rsatsalaring, yana ham qo'shamiz. Mana 4 ta para endi mazza qilib tomosha qilaveringiz o'tirib. Palvonlar g'ayrat qilasizlar. Mirqosim palvon, Temurxo'ja, Azamat palvon Ishtixon. Bir ho'kiz 500 ming so'm ruschalar hisobidan qo'yilgan. Ustiga Umid akada yana qo'shandasi bor. Jonibek palvon, Fazlarxon
Xo'shrabot Muhammad Ali polvon bilan Fazlarg'omlik polvonniki $50 bor. G'ayrat qilasizlar polvonlar. Og'abek polvon, keling. Nurobod tuman O'ski qishlog'idan Og'abek polvon. Keling polvon. Mana shu 4 ta para, ya'ni mana shu davraning zo'rlari 8 ta polvonga ham bitta qarsak bo'lsin. Hurmatli kurash muxlislari, tomoshabinlar, g'ayrat qilasizlar polvonlar. Mana shuncha xalq kurash muxlislari Ilg'or polvon. Ilg'or, mana liqoq o'rtaroqqa. Kurashinglar polvonlar, kurashinglar. Azamat polvon, Mirqosim polvon, Muhammad Ali polvon, Diyor polvonmidi? Polvon. Asqar polvon, Hamid polvon, g'ayrat qilinglar polvonlar. Kimdi? Hurmatli kurash muxlislari, polvonlar, ertaga mana Nurobod tumani Qizil Karvon ilida ham mana Hamdam polvon murabbiy hozir, Navruz polvon mana shular aytayapti. Ertachi boshlaymiz ertaga kurashimizni deyapti. Katta Navruz kurashimiz bor. Soat 10:00 da kurash boshlanadi deyapti. Barcha kurashchilarni, kurash muxlislarini shaqa taklif qilib qolyapti Hamdam polvon bilan Navruz polvonni o'zi. Joppa o'tirasan. Bu yerdan chiqib borasizlarmi, undan keyin borasizlarmi? Nurobod tuman Ulus qishloq Tortovli yilida ham ertaga katta kurashi bor. Kurashinglar, kurashinglar polvonlar. Chekkadagi gapga quloq solmanglar polvonlar. G'ayrat qilib kurashaveringlar. Bunyod polvon, Muhammad Ali polvon, zapravka qilinglar. Bunyod polvon, poyezd tepaga chiqaring. G'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar polvonlar. Tuzat degandan keyin to'xtab olamiz polvonlar.
G'ayrat qilinglar polvonlar, hurmat qilib olishinglar bir-birlaringni. Kurashadi. Kurashadi polvonlar. Ey polvonlar, katta polvonlar, ey. Shuncha xalq tomosha qilib, sizlarni hurmat qilib, bosh tovoq tomosha qilib o'tiribdi. Sal o'zlaring hurmat qilib olishinglar, ey. Yo'q o'tkaring. Shohrux polvon, ey, yo'q o'tkaring. Jonka polvon bilan Og'abek polvon. Bo'la, Muhammad polvon, mana shu yerda oshing. Aylantiramizda, kirishda qilamiz. Hamma xalq tomosha qilgani kelgan berga. Jonik polvon, ana qo'yt. Og'abek polvon. Nima bo'ldi? Ana shu 92-yil vipstiklar hisobidan $50 bor. Zotini bering. Kurashtiring polvonlar. G'ayrat qilinglar polvonlar. Jonka aytangni, Jonka. Hadimiz muxlislar, olqishlab turamiz. Hadinglar polvonlar, g'ayrat qilinglar. Ha. G'ayrat qilinglar polvonlar. Kurash. Hey, polvonlar sizlar bakovlar, menga qara. Aylantirma bu katta polvonlarni. Kurashdi,
Agar 10 ketdim desa, erta ayb o'zida. Ikkovga eshittirib shuni birdagini kurashdi bo'ldi. 10 ketgani o'zidanki Xudodan kechir, uni so'rasin. Hayrat qilinglar. Asqar Balon, Hamid Balonniki ham shunday. Umid aka, Mirqosim Balon bilan Azamat Balonniki ham. Aylantirmay qo'y, ko'rayotgan 5 xil, 5 xil. Ishta parani ham. Kurashingizlar, polvonlar. Kurash, Azamat, kurash. Nisha, kurashinglar. Hayrat qilinglar. Ustingdagi vakoling kurash degandan keyin kurash halol polvon. 6 oyga ham taalluqli bu. Tushunarlimi? Kurashinglar polvonlar. O jonka. To'xta, Jonibek polvon to'xta. Akalar davrani biz bilan chekka chiqingizlar akalar. Kurash bo'lyapti davrada. Hamma o'zining hurmatini bilsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kurashinglar, kurash. G'ayrat qilinglar, polvonlar. O'rtaga tortinglar polvonlar, o'rtaga. Shohruh mana o'rtaga olib kel.
Tezlashing, tezlash. Og'abek, tezlashtir. Yalla kimlari o'tirib. Shoyim aka. Hadeng Umid aka, hadeng palonlarga oz qolyapti. Nima bo'lyapti Shohrux? Ikkovi ham rozimi quchoqlashdi? Bayla, Og'abek, bayla, Mehbek qarama, tezlash. Ver. Bitta olqishlab qo'yingizlar ana shu Azamat polvon. G'ayrat qilinglar polvonlar. Mirqosim polvon, g'ayrat qiling. Kurashtiring. Shohrux polvon, mana gapim shu. Mana gap o'ting. Bulg'or polvon, Asqar polvon bitta to'xtang. Mana o'ting, mana. Bu yoqqa. To'rt burchakda ham bir-bir ko'ringlar, bo'lmasa keyin quchoqlashtiramiz. Toza bo'lmasa quchoqlashtiramiz. 92lar zotni nima bo'lsa ham beramiz bugunda ham. G'ayrat qilinglar, davay polvonlar. Ver.
Shunday. Kurashadi polvonlar. Hurmat qilib olishinglar, hurmat qilib polvonlar, hurmat qilib. Bitta narsa aytayda men sizlarga. Men ham 5 yil oldin, 10 yil oldin olishganmanda bitta ikkita odam tanisa kerak. Polvonni yerga yotib olishgani bu o'lgani men sizlarga aytay. Polvon zoti. Nima uchun polvon bo'ladi? Mana shu yerda shuncha erkak kishi bor. Xudoyim taolo sizlarga bir nazar tushib, mana shuning orasidan 50 dan yo 100 dan kimono kiyib olishyapsan. Bu ham sizlarga Xudoning bergan bir karomati, bir nazar tushgan. Buni xor qilgan odam ertaga o'zlaring qiynalasizlar. Olishinglar. Kurash, nima bo'lyapti Shohruh? Istilangda bakovul bor, menga jalb qilmanglar. Kurash. Tushunarlimi? Bu men bitta Og'abekka aytayotgan gapim emas. Hamma mana shu ishda paraga ham tegishli bu. Tushunarlimi? Yiqitsalaring, zot olsalaring, mana shu narsaning tarafdori mana Navro'zchilarim. Tushunarlimi? Kurash. Bakovling nima desa shu ustingda bakovling. Hozir qaraymiz aka. Kurashtiringlar polvonlar. O'zingda obro'yingni o'zing to'kib, yillab misqallab yiqqan obro'yingni bir kunda 5 minut yoki 10 minut ichida bir so'm qilma. Kurash, Hamid, nima bo'lyapti? Senga ham shu gap hozir. Kurash. Nima bo'lyapti, Hamid? Kurash, nimaga? Quchoqlash deysan-ey. Kim quchoqlasha? U yana aytaymi endi. Kurash. Uyatda endi menga uyat, sizlar olishib sizlarga shu gapni gapirish. Kurash, g'ayrat, asqar bo'lin, turing asqar bo'lin. G'ayrat qiling. Kurash, polvonlar. Og'abek. Foydasi yo'q, u istingda bilan nima qilma. Vaqt o'tkaryapsizlar qara. Mana shu ishda parani eng qarisi ichida Misha, Mirqosim polvoni. Biroz gapirgan yo'q shu. Olishyapti, o'zidan 10 yoshmi, 15 yoshmi mayda bola bo'lsa ham olishyapti shu. Ikki qo'l olishasan, aylasan, ikki qo'l olishasan, quchoqlashtir deysan. Hech bo'lmasa o'zlaringiz hali oldin bir ikkita ko'ylak yirtganga bir qaranglar qani. Kurashinglar. Mirqosim polvon, Azamat polvon. Jonka polvon bilan Og'abek polvon super tovoqqa olishyapti avtomobilga. Mana shu Mirqosim polvon bilan Azamat polvonga bitta qarsak bo'lsa, bilasizlar. Boyaga aytgan gap. Eng yosh kattasi Mirqosim, eng yoshi maydasi mana shu 6 ta paradan ana shu Azamat Mirqosimning parasi bu ham. Biroz ishni gapirgan yo'q. Ota-onasi navbatchi polvonlardi. Bitta qarsak bo'lsa ikkala polvonga kirib turing. Ha Jonka.
Hey. Hey, yakakida to'xta, Shohrux qo'y. Kurashtiring. Ilg'or polvon, kurashtiring. Nima bo'lyapti? Hamid polvon bilan Asqar polvon. Kurash. Kurashinglar, bolalar, g'ayrat qilinglar. Bu mana shu mehnat qishlog'ining 92-yilda tug'ilgan yigitlarning yig'ma kurash Navro'zi. Kimdadir agar to'y kurashi bo'lganda shunday zotni bo'lib beraydim sizlarga. Bu yig'ma Navro'z kurash. Kurash. Kurash, Shohrux aylantirma, kurashdi. Umid aka aylantirmang. Shunday burildimi kurashding? Trenirovkasi kam bo'lsa, formasi yo'q bo'lsa, charchagan bo'lsa yiqiladi. Kurashtiring. Ilg'or polvon, sizga ham shu gap. Hamid polvon bilan Asqar polvon. Kurash, ey. Yaqinroq. Shohrux. Yaqinroq turing-da. Siz to'xta demaganingizcha kurashding. Bularga informatsiya bering-da. Men kurashdim, ongda qolib ketsang, erta mendan xafa bo'lmading. Kurashding. Yaqaka, Og'abek. Orqaga qayt. Orqaga qayt, lekin bilasizda olib keladi. Hey! Hamma Jonibekka qo'l ko'tarib beradi, bo'ldi deyapti. Jonibekka aytyapti. Hey, shoshmanglar. Bugungi mayli hamma Samarqand polvoni bir-biri bilan olishyapti. Ertaga qo'shni viloyatdan polvon kelsa, shular olishadigan. Bugun ha deb buni bir-biri bilan yedirib, yeyishtirib, birovni mayib qilish emas maqsad. Tezlash, Og'abek polvon, tezlash. Asqar polvon, Hamid polvon keladi. Olishasan ekan. To'xta, qo'y bir. Tiza tegandan keyin qo'y bir o'g'il. Birinchi kun emasda kurash. Qarang Ilg'or polvon. Mana kurash muxlislari Hamid polvon bilan Asqar polvon ikkovi ham rozi. 3 xil olishaylik, bo'lmasa quchoqlashamiz aka deyapti. Bitta qarsak bo'lsa mana shu ikkita tanti polvonni. Qarang Ilg'or polvon 3 xil. Kurash.
G'ayrat qilinglar polvonlar. G'ayrat qilinglar. Qo'g'ar polvon o'rtaga torting, o'rtaga. Quyvonga tuzab kelgandan keyin qo'yib Kurashadi polvonlar. Raşimlar hep. Zapravkaga, ikkalang ham zapravkaga qarab qo'ysin, bu yoqqa. Endi bunday qilamiz. Shohibni gapini birov eshitib, birov eshitmay qolyapti. Zapravkaga. Zapravkaga. Ilg'or aka o'rtaga qavon olinmasdi. Blogerlar o'tkir. Sal orqaroq o'tib qo'yinglar. O'tirib ol. Bayla qo'ysin, tezlashtir og'ir. Tezlash. Tezlash, tezlash. Endi gapni eshitaylik. Men kurash dedimmi, kurashasan, to'xta dedimmi, to'xtaysan. Agar kurash degandan keyin ham aylanib ketadigan bo'lsa, borib birasoq qilasan, halol qaysingda tursan. Tushunarlimi? Men qo'lini aytmayapman. Endi menga qarang. Sizlarga shuncha mana yarim soat, salkam 1 soat bo'lyapti. Sizlarga o'zlariga qo'yib berdim. Bo'lmadi. Agar sal ligilishni harakat qilib qiladigan bo'lsang, mendan yaxshi gap kutma. Ikkovingdan ham bittami joyim ham yo'q, yeb qo'ygan joyim ham yo'q. Tushunarlimi? Kurash. 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 Zo'r kelsa birovni qilasan, iloji yo'q. Olqishmasin Asqar palon bilan Hamid palonga. Kurash ekalang. Harakat qil, biroz harakat qilinglar. Nojni ataka qilma, ikkalang ham ta'liqlar. To'xta. Turamiz. Kurash. G'ayrat qil. Kurash. To'xta, o'rtaga aka, hey, sog'lashma o'kischa deykan, o'rtaga aka.
O'rta 2. O'rta 2 yo'qa. Bakay lika plaster olib keladi, bakay. Kesdi. Kimda bor lika plaster beringlar bakay. Kimda? Umid. Kimda? Hey, lika plasterni uzat og'a bitti bakay. Og'a men boshida e'lon qilganman, aytganman, ikkala palonlar rozi bo'lsa qichoqlashtiraman dedim. Bundan oldingi to'g'ri Azamat bilan Misha ikkovi ham rozi bo'ldi, akamizni bo'lib bering dedi. Bo'lib berdim ikkoviga. Navruzchilar. To'xta. Kurashadi bu. Bir qo'chqor Asqar Palon zotini beringizlar. Tur Palon. Tur Palon. Kurash. Aylanma. Kurash degandan keyin aylanib yiqilib ketsang o'zingdan kechirmaydi. Kurash. Bakın zavut duruyor. Ha Jonka. To'xta o'rtaga. Burul ikkalang, bir-biriga burul. Davay. Kurash burul. Kurash. Dur. Hangi ekan? Qo'yishdi beylar. Tezlash. Shuncha xalq bitta ikkalang tomosha qilib o'tiribdi. Tomosha qiladi. Davay, tezlash. Tezlash palonlar. Kurash. Kurashamiz palonlar. To'xta. O'rtaga. Biznes tarafga bo'lsa, tizza tegandan keyin ham 50% mumkin. Kurash. Shu bugun yechamiz baribir. Kim halol, kim haromligini. Davay. O'rtaga kurash aylanma. Kurash, kichikroq qilinglar. Kurash.
Burul Og'abek. Kurash. Qizza teggandan keyin bezas tarafda burasak bo'lsa, yonboshga halol. Kurash. Kurash, ey. Kurash. Kurash, ey, kurash. Kurash. Kurashadi palvonlar, davay. Nima yechyapsan Og'abek poyezdda? Hey! Nima yechyapsan poyezdda? Ha? Yechilib ketdi? Yechma poyezdda, tezlash, zapravka. Davay. Eshityapsizlarmi gapni? Kurash. Akalar yakka qoldi. Og'abek polvon bilan Jonka polvon qoldi. Boshqa hech kim yo'q. Boshqa polvonlar yo'q davrada. Ikkita polvon qoldi. Avtomobilga sovringa kirashyapti. Ketdi. To'xta. Tur Og'abek. Tur. Kurash. Burul orqaga, kurash. Ko'ryapsanmi Og'abek, xalq nimaga norozi bo'lyapti? Bayla poyezdni, bayla. Qo'yamiz aka, ochkaga ham qo'yamiz. Sho'rada reshat qilamiz bular. Bayla, poyezdni bayla, tezlash. Davay, o'rtaga. Hey, palvon. O'rtaga. Jonibek falon, Og'abek falon. O'rtaga. Kurash. Kurash, burul Og'abek o'rtaga. Kurash. Yaxshi yurmadi. Kurash, burul. Kurash. Burul Og'abek.
Jonim, kurash deyaptimi? Zahot olishaver, aylansa o'ylanaversin. Kurash. Kurash. Xalq shuni talab qilyapti, iloji yo'q. Kurash. Kurash. Kurash, kurash. Birasak bo'ladi hozir. Birov charchasa bo'ladi birasa. Kurash. To'xta, o'rtaga. Kurash, davay. Kurash, xalq ziyniga yapti ekalangan, kurash. G'ayrat qilinglar, balonlar, g'ayrat qilinglar. To'xta. Narg'i mikrofon bersin-da, komanda oldin ochib qo'ying. Hech qo'l aylanmay olishasan. Kurash. Kurashadi polvonlar. Kurashamiz ikkinchi qo'l. Kurashinglar polvonlar, g'ayrat qilinglar. To'xta polvon. Kurash, gapirma bir-biringga, Kurash. Kurash. Kurashasan. Bu qo'lga o'tmaydi, kurashasan. O'zlaring ham yaxshi bilasizlar. Kurashasan. Musobaqada shunaqa ataka qilsang, tanbeh olasan, Nojinat aka. Kurash. To'xta, bu yoqqa keling. Katta kurash muxlislari. Sizlarga katta rahmat. Hammani mana shunday norozilik. Olishasanmi qichoqqa? Olishadi. Uchinchi kun tugan qichoqqa. Qichoqlashsan, qichoqlashtiraman. Ya bo'ldi, uch qo'l bo'ldi. Qichoqlashsan, qichoqlashtiraman, bo'lmasa ikkovga bo'lib beraman. Noruzchilar nima desa shuni olasan, xafachilik bo'lsa. Bu birovda to'y emas.
Bu Navruz. Hakamda aytganini qiladi. Polvonlar. Üç qo'l kurashdi polvonlar. 3 qo'l kurashdi polvonlar. Pichoqqa olishadi hakamda nimasiga qarab, ko'rsatmasiga qarab. Bu hozir mana shu ahvol kechgacha qarab tushuncha. Quchoqlashsa, Ekoyam norozimi qichoqqa to'ylarga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Ke kalang. Razborda asfaltdan narxda qilasan ekan, ke.